Sizlarda propan rasxod qiynayaptimi? Bu narsa ko'pchilikda qiynayapti meni. Men sizlarga oson kichkinagina bir tushuncha beraman. Qaranglar. Ikkita chiziq bor bu yerda. Qizil chiziq bu benzinni общий dozasi, berilayotgan dozasi, ko'ki gazi dozasi, propanniki. Endi qaranglar. Bu narsa o'zi aslida ikkita chiziq bitta tochkada yurishi kerak. Bularda bo'lsa, mana tepada o'tib ketgan gazniki. Bu degani gazi dozasi benzindan ko'p. Ko'pchilik bu narsani ochib beradi, mashina yaxshi yursin, bo'g'ilmasin degan maqsadda. Yo'q, unaqa emas. Bu yerda kislorod yetishmovchiligi bo'lib qoladi, mashina bo'g'iladi, rasxod ko'p bo'ladi, mashinada siltalashlar bo'ladi har xil. Zavod bo'lmaydigan odati ham bor. Mashinani kompyuterimiz aqlli. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Ikkita chiziq imkon qadar bitta tochkada yurish kerak. Va shu qizil bilan ko'k bitta liniyada ketish kerak. Ana o'shanda mashina imkon qadar ekonomishni yuradi, yumshoq, plavniy bo'ladi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Endi ko'ringlar, nastroyki qanaqa bo'ladi. Mana chiziq. Bitta chiziq ustida ikkala tutashib ketgan. Normaliy nastroyka mana shunaqa bo'ladi. Agar ikkita chiziq ochilsa, tepaga pastga o'zi qayerdadir kam, yo'qotdadir ko'plik qiladi. Lekin bitta narsani inobatga olinglar. 10 turbina motor, любой turbina motor gazi nastroykasini cho'qqi bo'lishi kerak. Agar yaxshi bo'lmasa, motorni berib qo'yasizlar, motor 6 sekund o'ladi. Qo'shni sinib ketadigan kasallar bor. Propan qo'yishdan maqsad nima? Motorni ushlab qolish, motorni yaxshi ishlatish. Bu yerda propan qo'yiladi, nastroyka yaxshi bo'lmagandan keyin 3 benzinda yurgan edi yaxshi. Motorni o'ldirasizlar. O'shanga e'tibor beringlar.